Alo. Alo, bu pullarmi? Siz qayerdasiz? Bu nima deganingiz? Biz shu yerdamiz. Qani siz? Men sizni ko'rmayapman-ku. Shu yerda yoningizdamiz. Men sizni 2 oydan beri kutaman. Qachon kelasiz? Biz sizga juda yaqin turibmiz, faqat qo'l cho'zib olsangiz bo'lgani. Meni kalaka qilyapsizmi? Yo'q, chindan ham yaqinmiz. Qancha xohlasangiz o'shancha miqdorda oling. Qancha xohlasam? Qanaqa qilib? Ha, xuddi shunday. Esingizdami? Kallangizga bir kuni zo'r g'oya kelgandi. Yo'q, u baribir amalga oshmaydi deb, uni darhol esdan chiqarib yubordingiz. O'tgan yili oyog'ingiz ostidagi pulni mehnatingiz orqali topishingiz mumkin edi. Siz esa dangasalik qildingiz. Ishxonada esa meni qadrlamadingiz. O'zingizga yoqmaydigan sharoitda soatlab kunni behuda o'tkazdingiz. Hammasidan ham achinarlisini aytaymi? Kambag'al bo'lib qolaman deb uyingizga zorlanib, muhtoj bo'lib chiqqan qo'shningizga bizni ravo ko'rmadingiz. Yodingizdami? Sizga daromadli loyiha taklif qilinganda, qiziqdingiz-u, lekin kam to'lashyapti deb undan ham qo'l siltadingiz. Endi esa o'sha ishingizdan afsuslanib yuribsiz. Xo'sh, sanashda davom etaveraymi? Yo'q, yetarli bo'ldi. Men hammasini tushundim.